Assalomu alaykum. 21-yanvar Leo Garden olma bog'ida mana bu qurilmamizda Turkiyadan kelgan o't o'radi, o'tin maydalaydi, xazonlarni mana rattiga xazonlarni tekislaydi. Mana buni ko'rinish holatlari mana bash boltalar bilan savalab tashlaydi daraxtlarni. Mana qator boltalar qo'yilgan. Ilon izi bo'lib o'rish jarayonida hozir ko'rasizlar buni. Mana orqa tomondan syomkasi buni. Mana qurilmalar ishga tushdi, xudo xolasa. Voy ko'taribroq. Mana shu o'tinlar sal yo'g'orlari bu. Qo'yanlari mana. Mana shu holatda ratlarni tozalaydi bu. Mana shu holatdagi ratimizni mana shu holatga keltiradigan Turkiyadan kelgan drabilka deyiladi bu. Ishlash jarayonlari.